Bugungi kunda qishloq xo'jaligida, ayniqsa mana sug'orish suvida bir qator muammolar kuzatilayotganligi sababli olimlarimiz tomonidan maxsus gidrogellar ishlab chiqilgan. Bu gidrogellarning asosiy maqsadi o'ziga nam tortish. Demak, shunaqangi maxsus polimerlar u ayniqsa tuproq ostida turganda nafaqat qor yomg'ir, balki tuproqdagi namni ham o'ziga tortish qobiliyatiga ega. Bu nam bo'lgandan keyin shu kerakli ekin, paxta bo'ladimi, bodring, pomidor, ko'chatlar yoki daraxtlar bo'ladimi, shu aynan shu gidrogeldagi namdan foydalanib o'sishi mumkin. Ayniqsa qurg'oqchilik vaqti kelganda yoz davrida tuproq ostida turgan gidrogellar xuddi shunday xususiyat berishi mumkin. Demak, hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalari tomonidan o'ta mustahkam bo'lgan materiallarga ehtiyoj katta. Bunaqangi materiallardan ishlab chiqarishda bu metallarni kesish, bukish, umuman olganda mana geologiya sohasida ham burg'ilash qurilmalarida foydalaniladi. Lekin bizni olimlarimiz tomonidan, ayniqsa yosh olimlarimiz tomonidan taklif qilingan bunaqangi oksid alyuminiy asosidagi materiallardan zargarlik uchun shu noyob toshlarni ham yaratish mumkin ekan. Demak, shunaqangi imkoniyatimiz borki, ularga rangini o'zgartirib 30 dan ortiq rangdagi demak zargarlik toshlarini ishlab chiqish mumkin. Bugungi kunda o'tkazilgan sinovlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, yoqut darajasidagi sifatga ega bo'lgan shunaqangi toshlarni ishlab chiqarishimiz mumkin ekan. Demak, bu yerda shu o'zining maxsus jadvallari bor, qattiqlik, mustahkamlikni o'lchaydigan. Shu bo'yicha aytaylik, shu tabiiy yoqut 8,5 ni tashkil etsa, biz ishlab chiqqan sun'iy yoqut 8,2 ni tashkil etadi. Demak, bunaqangi toshlarimiz bemalol zargarlik sanoati uchun qiziq bo'lishi mumkin. Yana bir qiziq yo'nalish bu albatta kon ishlari metallurgiya sohasi bilan bog'liq. Ma'lumki, hozir mana millionlab tonna rudalar olinadi, ulardan qayta ishlanadi, ulardan kerakli bo'lgan mis, oltin, kumush va boshqa metallar ajratib olinadi. Lekin bizni kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, millionlab tonna kelgan rudalarni deyarli 60% dan ortig'i ichida bo'sh bo'ladi. Ya'ni bunaqangi kerakli metallar bo'lmaydi. Bu esa shu ishlab chiqarishga juda ham katta bosim ko'rsatadi. Ya'ni energetika nuqtai nazaridan ichida, rudaning ichida bunaqangi metal bormi yo'q, lekin barchasini parchalab ishlashga to'g'ri keladi. Bizning taklifimiz shunaqangi maxsus multimodal lazer datchikini ishlab chiqish. Demak, bunaqangi datchik mobil bo'ladi va kelayotgan rudadagi metallarni miqdorini aniqlash imkoniyati beradi. Demak, agarda bu miqdor kam bo'lsa yoki yo'q bo'lsa, chetga o'tkaziladi. Faqat tarkibida shu metallar bor bo'lgan rudalargina ishlab chiqishga kiradi. Bu esa o'z navbatida bir tomondan nafaqat energiya sarfini, balki ishlab chiqarishni ham keskin oshiradi.